Assalomu alaykum. Poytaxt betonni mikseri keldi. Xudo xolisa qilib beramiz. Apparatura farsunkasini. Bu o'chib qolyapti, kuchi yo'q. Mikser bilasizlar, xavfli. O'chib qolsa betoni qotib qoladi. Shuni polni qilib yuboramiz. Yechib olindi. Ochib qo'yamiz. Hovuyimizni plunjerdan chiqdi aybi. Plunjerga yengi bosamiz. Qolgan narsalar zo'r. Bitta tozalansa yuvib bo'ldi. Yo'q, boshqa bu kattasi plunjeri, fars respiratori ham qayerdadir yotibdi, hozir topish kerak. Amaliyatiga ekan. Imkon respiratori qilib beramiz cho'tki qilib. Hovuyimiz kech uspet qilmadim, qolib ketdi. Hop, xullas apparat tayyor bo'lyapti. Bo'p qoldi. Berishadi zakonniy. Yana xudo xolisa zo'r. Faqat ancha urinib qolgan ekan, ko'ribsizlar, bir amalladim. Keyingi safarga bo'lmaydi deyman. Egasi telefonsi. Poytaxt beton zavod bo'ldi mikseri. Yaxshi, bittada qiynamadi.